O'zi siz El Clasico tarixi haqida bilasizmi? Bilmasangiz, videoni oxirigacha ko'ring. El Clasico bu Ispaniyaning ikki eng mashhur va kuchli futbol klubi Real Madrid va Barselona o'rtasida tarixiy raqobat. Boshlanishi El Clasico ilk bor 1902-yilda o'tkazilgan. O'yin Ispaniya Qirollik Kubogi doirasida bo'lgan. O'sha uchrashuvda Barselona 3-1 hisobida g'alaba qozongan. Raqobatning sabablari: El Clasico bu oddiy sport raqobati emas, bu madaniy, siyosiy va tarixiy asosga ega. Barselona Kataloniyaning g'ururi, mustaqillik va erkinlik ramzi sifatida ko'rilgan. Real Madrid esa uzoq vaqt davomida Ispaniya markazi va davlat hokimiyatining timsoli hisoblangan. Shu sababli ikki jamoaning o'yini ko'pincha futbol urushi deb ataladi. Tarixiy lahzalar: 1940-yillarda Real Madrid ustunlik qilgan, ayniqsa Alfredo Di Stefano davrida. 1980-90-yillarda esa Barselonaning Dream Team Yohan Cruyff bosh murabbiyligi kuchli edi. 2000-yillarda esa Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Messi va Cristiano Ronaldo davrida El Clasico butun dunyoning eng tomoshaviy o'yiniga aylandi. 2010-yillar Messi va Ronaldo raqobati bilan oltin davr bo'ldi. Statistik ma'lumotlar: umumiy o'yinlar soni 280 dan ortiq. Rasmiy o'yinlarda esa Real Madrid 105 marta g'alaba qozongan, Barselona 104 marta g'alaba qozongan va tomonlar 60 marta durangga erishgan. Videomiz agar sizga yoqqan bo'lsa, videoga albatta like va o'z fikringizni bildirishni unutmang. Yanada ko'proq videolar uchun albatta obuna bo'ling.